Restoranlarda 150 ming, 200 ming sotalangan steykni uyda o'zimiz pishirsak necha pulga tushar ekan? Borib ko'ramiz. Ishchi birinchi bo'lib adam esa bergan qo'ralariga o'tinni yoqishdan boshlaydi. O'tinlarimiz yetilguncha Risi bozorida joylashgan Middins do'koniga yetib keldi. Bu do'konda ishonchli go'sht va go'sht mahsulotlarining assortimenti juda ham keng ekan. Lekin biz bu yoqqa steyk uchun kelganmiz. Tayyor marinovka bo'lgan steyklarni 3 kilodan oshiqrog'i 501 ming so'm bo'ldi. Mana kelishimizga cho'g'larimiz marromiga yetib tayyor bo'libdi. Agar steyklaringiz restorandagi chiqishini xohlasangiz, pishirishdan 20 daqiqa oldin xona haroratida ushab turing. Hamma narsa tayyorligi ishonch hosil qilgandan keyin steyklarimizni birin-ketin qizib turgan mangal ustiga terib chiqamiz. Qanaqa projarka yaxshi ko'rishingizga qarab 3-6 daqiqa qizartirib qovurib olamiz. Bay. Bu ovozlarga bitta yurekchani qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Choyxonada osh bilan shashlikdan zerikkanlar. Buni ham mazasini bitta tatib ko'ringlar. Bu videoni aynan shu ulpatlarga tashab qo'yish esdan chiqmasin. Steyklarimiz ham tayyor bo'ldi. Bunaqa steykka oldiga hech qanaqa garnir kerak emas. 2 dona cherry yetadi. Steykka oluvdan olganingizdan keyin 5 daqiqa dam oldiring. Shunda mazasi yanada ko'proq ochiladi. Uncha restoranlarga dam beradigan steykimizning bir donasining narxi taxminan 45 ming so'mlardan chiqdi. Men o'zimga well done bilan medium well orasini olgan edim. Mazasi ham, ko'rinishi ham ajoyib bo'ldi. Mahsulot haqida aniq ma'lumotni opisiyanida yozib qoldim. Middins do'konini bo'lsa atmetkadan ko'rib olishingiz mumkin. Lokatsiya Telegram kanalida bor.